Hazreti İsa ularga boshqa bir tamsilni so'zlab berdi. Arishning podshohligi etizga yaxshi urug' chashqan odamga o'xshaydi. Bir kechasi hamma odam uyquga cho'mganda, u odamning dushmani kelib, bug'doyning orasiga yava o't urug'larini chechib etib ketibdi. Mayslar o'sib, boshaq chiqaganda yava o'tlarni ko'rinishga boshlabdi. Xo'jayinning chakorlari kelib uningga, "Xo'jayin, siz etizga yaxshi urug' chashqan edingiz-ku. Bu yava o'tlar nereden kelib qoldi?" debdi. "Bu bir dushmanning ishi", debdi xo'jayin. Chakorlar, "Berib yava o'tlarni yulvatsa qandoq?" deb so'rabdi. "Yo'q. Yava o'tlarni yulimiz desanglar, bug'doylarmi yulinib ketishi mumkin. Ularni o'sishiga qo'yib etinglar. O'rmi vaqtida men o'rmichlarga avval yava o'tlarni yulib, ko'ydirish uchun bog'lab yig'ib elinglar. Ondan bug'doylarni yig'ib, ombirimga qochilanglar deyman", debdi xo'jayin.